Tabiiyki, bitta narsani ta'kidlab o'tishda yana joiz deb bilaman. Aynan respublika bo'ylab 1024 ta eng og'ir toifadagi mahalla, shundan 100 ga yaqin yo'l jamiki mana shu mahalla infratuzilmasiga lozim bo'lgan talab etiladigan narsalarni hammasini amalga oshirilyapti. Endi biz nima qilishimiz kerak? Mana shu islohotlarga chiqarilayotgan qaror farmonlarga labbay deb mahalliyligi bilan birgalikda o'zimizni mahallamizda mana shu bugungi seminar nazariy amaliyotga ko'radigan narsalarimizni joriy qilishimiz kerak. Men o'ylayman, o'zimiz xohlagan, o'zimiz istagan narsani ola olamiz. Shunchaki kelib ketishimiz, albatta biz rasmiyatchilikdan uzoqlashaylikda, keling siz bilan bizni o'rtamizdagi o'sha